إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hürmetli görürmen qardaşlar, bugünkü dersimizde yaxşı əməl haqqında toxtalımız. Allah Taala Qur'on-i Kerimdə yaxşı əməl qılğıçılara bişarət verib mandaq degan. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. İman etqan və yaxşı əməllərini qılğanlar cənnət əhlidir. Ular cənnətdə məngu turdu. Yaxşı əməl İslam dinimizin yadrosi, dinimizin cini. Çünki dinimiz əməl qilishqa, yaxşı əməllərini qilishqa, güllendirishga, hər bir şəxs özünün dünya və axirətlikini güllendirishga buyurğan. Bizning yaxşı əməl deganimiz Qur'on Kerimdə el-amelus salihdə kelganlik. El-amelus salih yani bu yaxşı əməl Allah Taala'nın razılığını közləb, şeriatning ko'rsatmasiga muvofiq yo'sinda o'rindalgan va Allah Taalaga yaraydigan, yani layoqatlik, Allah Taalaga yaraydigan har qanday ish harakat qatorliqlarni o'z ichiga oldi. Chunki amal, arab tilidagi amal har qanday ish harakatni solih, Allah Taalaga yaraydigan amalni ifodalaydi. Yaxshi amal ibodatlarning hammasini o'z ichiga oldi. Yani ibadet qilmoq demek yaxshi amal qilmoq. Shundaqla niyat, ixlos, taqvolik, sevgi, muhabbat, umid qatorliq dilning, yani qalbning amallarini o'z ichiga oldi. Yaxshi amal. Endi bu yerda amali solih degan salohiyatlik amal, asli salohiyatlik Allah Taolaga yaraydigan va mushu dunyoda har qanday bir ishni natijaga chiqarishga yaraydigan bir amal deganlik. Masalan bu arab tilida dorilarning yoki binasininki, yemek içmeklarninki masalan qo'llanilish muddatini, yani unumlik muddatini belgilashda salohiyatuhu deydi. Yani yaramliq, shu chaqqicha yaramliq degan gaplar. Salahiye, salih degan yaramliq. Ar-rajulu salih degan bu yaramliq, Allah Taolaga yaragan, amal ibodatlari loyiqida bo'lgan bundaq odamni rajulu salih deymiz. Masalan, o'sha amali solihmi Allah Taolaga yaraydigan shaklda shariatga muvofiq holda Rasululloh ko'rsatgan bo'yicha qilgan amalni amali solih deymiz endi. Mayli dunyolik bo'lsin, mayli oxiratlik bo'lsin, Allah Taolo ko'rsatgan bo'yicha qilingan ishlar yaxshi amalga kirdi. Halol rizq uchun ishlash, bolalarni to'g'ri yo'sinda o'qitish qatorliqlarmi yaxshi amal qatoriga kirdi. Yaxshi amalning sharti, yani bir amalni yaxshi deyishimiz uchun, solih amal deyishimiz uchun bu yerda nihoyat muhim 3 dona shart bor. Har qanday bir amalning yaxshi amal bo'lib Alloh taolaning dargohida qabul qilinishi uchun bir mu'min odamdan sodir bo'lgan bo'lishi, ya'ni shu yaxshi amalni qilgan odamning Alloh taolaga iymoni bor mu'min odam bo'lishi, uni Alloh taolaning roziligi uchun qilgan bo'lishi. Üçüncüsü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ko'rsatgan bo'yicha islom shariatining belgilamalariga muvofiq bo'lgan bo'lishi. Endi yaxshi amalninki mevalari intayin ko'p. Yaxshi amalning mevalari intayin ko'p, foydalari intayin ko'p. Buning eng cho'ng foydasi Allah Taola'nın razılıqına erishish. Endi Allah Taola'nın razılıqına erishgan odam mayli bu dunyoda, mayli oxiratda cho'qim baxtli bo'ldi. Cho'qim baxtli bo'ldi. Kunlari, tunlari huzurluq, soatlari, vaqti, umri barakatli bo'ladi. Bundaq odam hayotdan haqiqiy o'z yo'lida manfaat olgan bo'ladi hamda. Uningdan boshqa nurg'un foydalari bor. Masalan, ba'zi foydalarini desak, masalan, yer yuzida azizlikka va hokimiyatga ega bo'lish. Ya'ni ishlaganlar ishlaydi bu dunyoda. Ve elleyse lil insani illa ma sa'a deydi Allah Taala Necm suresida.
İnsan faqat o'zining ishlagan ishining natijasini ko'rdi. Bu yerda inson, kofir inson, mo'min inson, har qanday bir insonning ishlagan odam cho'qim natija qozonadi. Ishlamasa u har qancha Alloh taologa eng yaqin banda bo'lsa, u ishlamasa u natija qozonolmaydi. Bu dunyoda ham qozonolmaydi, oxiratda ham qozonolmaydi. Chunki iymon quruq gap bilan bo'lmaydi, amal bilan bo'ldi. Amal yani bu yerda din ve dunyoligimizni beytadigan, din ve dunyoligimizni en güzel şekilde elip baradigan ishlarning hammasi shu amalga kirdi hamda va'adallohullazina amanu minkum va amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafallazina min qablihim va liyumakkinanna lahum dinahum allazi irtada lahum va liyubaddilannahum min ba'di khawfihim amna deydi bu oyatda. Yani Allah içinlardaki iman etkan ve yaxşı amellerini kılganlarga özlerinden ilgirkilerini yeryüzünde hükümran kılgandak. Yani hükümran kılgandak ularını çokum hükümran kılışını, ular üçün tanlagan dinini çokum müstehkem kılıp berişini ve ularının korkunusunu amallıkka aylandırıp berişini vədi kıldaydı. Çünkü bu dünya işleydiğen bir urun, işlegenler neticesini kazanalaydigan bir meydan. İşleydiğen orun, işleyenler netice kazandı. Şunu işleşke buyurdu. Hem de bir yerde sizlerden ilgilikilerini hükümran kılganda sizlerini hükümran kılışını. Mesela Allah Teala'nın peygamberlerinin içinde Davud aleyhisselam, Süleyman aleyhisselam mesela. Aşılar hem padişah hem peygamber. Dünyanın ki hakimiyetini iyi olan ve dinning işlerini qo'lda tutgan, ya'ni kishilarga Alloh taolaning to'g'ri diniga boshlagan kishilarni ularga ergashgan mu'minlarmi, ularga ergashgan dinni shundoq mahkam, yaxshi, to'g'ri yo'sinda tutgan mu'minlarmi dunyoda hokimiyat yurgizgan. Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ummatlaridan desakmi, sahobalardan boshlab 10 asr, ya'ni İslam dini barlıqqa kelib 10 asrgacha musulmonlar Osiyo, Afrika, Yevropa qatorliq 3 qit'ada hokimiyatini sürdürgen demişqa bu amalning natijasi. Amal qilgan, ishlagan shuningdan shunda bo'lgan. Endi oyatda deydi, shundoq ishlasanglar, shundoq amal qilsanglar, yaxshi amallarni qilsanglar, Alloh buyurgan bo'yicha ishlasanglar, sizlardan ilgirkilarni yer yüzde hükümran kılgan Allah Teala deydi endi. Endi ishlab chiqaruvchi millat bo'lib yashaganlar hayotda natija qozonib kelmoqda. Qaysi millatdan bo'lsin, qaysi dinda bo'lsin, ishlab chiqaruvchi millat bo'lib yashaganlar hayotda natija qozonadi. Ammo iste'molchi millat qatoriga kirib qolganlar orqada qolmoqda, taraqqiyotda, boyliqda, hamma narsada orqada qolmoqda endi. Hozirgi dunyoning ahvoli buning misoli. İşleş tiriklərinin şuarı, g'ururlik ve işlemaslik ülüklərinin nişanesi deydi ulamalar. Ondan keyin yaxshi amalninki yana bir foydasi jannatga kirish. Her qanday bir mu'minninki birdan-bir eng oldingi orzusi Alloh taolaning jannatiga kirish, do'zaxdan yiroq bo'lish. İnnellezine amenu ve amilus salihati yehdihim rabbuhum bi imanihim tecri min tahtihal anhar fi cennetin na'im dedi. Şüphesiz ki iman etken ve yaxshi amallarni qilganlarni ularning iymoni yuzasidan Rabbi jannatning yo'liga yetaklaydi. Yani jannatning yo'liga yetaklaydi. Yaxshi amallarni qilgan, din ve dunyolik ishlarini loyiqida elib borgan kishilar oxiratdagi jannatdan avval mushu dunyoda Alloh taolo ato qilgan huzur, halovat, xotirjamlik, qanoatdan iborat jannatga kirdi. Yani yaxshi amal qilganlar. Undan keyin yaxshi amalning foydasi yana dunyo va oxiratda har qanday qo'rqinchdan aman bo'lgan holda huzur, halovatlik turmushga erishish. Men amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Er bo'lsin yoki ayol bo'lsin, kimki mu'minlik holatida turib birer yaxshi amal qiladi ekan, biz uni albatta yaxshi hayotda yashaymiz, ya'ni yaxshi hayotda yashaymiz. Ve albatta ularni qilgan amallarining eng yaxshisi bo'yicha mukofotlaymiz, ya'ni ularni eng yaxshi qilgan amallarininki hisobi bo'yicha ularni mukofotlaymiz. Yaxshi amal hayotda, ya'ni yaxshi hayotda yashash deganlik
endi ko'p boy bo'lish yoki mansabdor bo'lish yoki dunyoning jiq yerlarini kezib huzur halovat elish bundoq emas endi. Bu yaxshi yashash degan ko'ngli xotirjam, tini sog' va huzur halovatlik, qanoatlik, minnatdorlik ichida, rozimanlik ichida, hayotidan o'zi rozi, Alloh taolaning ato qilganlardan rozi, Alloh taolami u bandidan rozi bo'lgan hayotda yashash, mana bu obdan yashash, ya'ni oyatdagi obdan yashash, hayotdan tayyiba, obdan yashash deydi. Dunyolikning hech narsasi yo'q kishilarmi eng baxtli yashay oladi bu dunyoda. Hech narsa yo'q kishilarmi. Ammo dunyolikning shundaychiq bir narsasi bor. Cho'ng mansabdor, podshoh yoki noyat millioner boy ashular iztirob ichida, qo'rqinch ichida yashaydi endi. Demak bu yaxshi yashash, ya'ni baxtli yashash, obdan yashash degan bu mol dunyo bilan yoki mansab bilan bo'lmaydi endi. Faqat shu qalbning huzuri bilan bo'ldi. Bu qalbning huzuri iymon va yaxshi amaldan keladi endi. Undan keyin iymonning yana bir foydasi ziyon zahmatni saqlanish va gunohlarning mag'firat qilinishi. Yani yaxshi amal orqali gunohlarimiz yuvilib mangadi. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. İman etgan, yaxshi amallarni qilgan va Muhammad sallallohu alayhi vasallamga Robbi tarafidan nozil qilingan haqiqatga, ya'ni Qur'onga chin ishonganlar kelsak, ularning gunohlarini Alloh ularning gunohlarini o'chirib tashlaydi. Ularning holini, ya'ni ahvolini yaxshilaydi. Yani günden günge, tuni günden bugünden ertesini yaxshilaydi, ahvolini yaxshilaydi deydi hamda. Yaxshi amal ibadetler sayesinde yaxshi amal ibodatlarning qatoridan sanaladi. Yani her qandaq ibadetni yaxshi amal deymiz, her qandaq yaxshi amalni ibodat deymiz hamda. Mushu yaxshi amallarning va ibodatlarning sayesinde nurg'un gunohlar mag'firat qilinib turdi. Yani bandaning gunohi ba'zida tövbe qilishi orqali mag'firat qilinsa, ba'zida yaxshi amallarni qilish orqali, kundalik 5 vaqt namoz orqali, bir jumadan bir jumagacha juma namozi orqali, Ramazon ro'zasini tutish orqali degandek shu ibodatlar orqali insonningki ba'zi gunohlari yuvilib turdi. Bu mu Alloh taoloninki insonlarga ato qilgan cho'ng bir in'omi, cho'ng bir marhamati. Ya'ni demak endi yaxshi amal Qur'on Karimda iymon bilan billa zikr qilinadi. Natiqiyada Qur'on Karimda va hadis shariflarda shunda iymon bilan yaxshi amal billa zikr qilinadi. Bu ikkisi ikki qanot endi. Mu'minni murodiga yetkazgan, kuch tutgan endi. Agar endi iymongina bo'lib yaxshi amal bo'lmasa, yana bu ucholmaydi-da. Endi yaxshi amal bo'lib, u iymon bo'lmasa, bu yaxshi amalning hech qanday qimmati yo'q endi. Masalan, dunyoda insoniyat uchun nayt yaxshi ishlarni qilgan, masalan, tokni ijod qilgan deymiz, yana bir narsani ijod qilgan deymiz, shundoq ijod qilganlar bu dunyoda o'ziniki muvatini Alloh ularga mushu dunyoda bir zamanda shuhratga iborat, masalan, yillarcha ismi zikr qilindi, kishilar madhiylaydi. Ammo ularning iymoni bo'lmaganligidan oxiratda mukofot yo'q endi. Ammo mu'minlarningki iymoni bilan va yaxshi ishlar bilan, mayli ijodiyatlar bilan bo'lsin, din va dunyolik uchun qilgan yaxshi ishlari bilan bo'lsin, maxsus ibodatlar bilan, maxsus vaqt va kayfiyati belgilangan ibodatlarni qilish orqali bo'lsin, qilgan amallarining mukofotini Alloh taolo bu dunyoda va oxiratda beradi. Shunga bu dunyoda haqiqiy mu'min odam Alloh taoloninki ato qilgan ma'naviy jannatiga mushu dunyoda kirib bo'ldi. Haqiqiy mu'min odam oxiratda haqiqiy jannatga kirdi. Mu'minlarning jannati qalbida bo'ladi. Ulamolar aytgandek, Alloh taolo hammamizni yaxshi amallarni qilishga va yaxshi amal doirasida ish ko'rishga muvaffaq qilsin. Hurmatli ko'rman qarindoshlar, bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Keladigan hafta yana birga bo'lishimiz bilan hammanglarni Allohga topshirdim. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.